kasalxonangizda o'tgan 2 oy men uchun ajoyib kashfiyotlar pallasi bo'ldi. Qara. Nimani kashf qildingiz, a? Abadiyat qonunini. Unda bu qonunni formulasi ham bo'lish kerak-ku, a? Bu qonunning mohiyati shundan iboratki, Nadir Grigorich, insonning yuragi uni tanasidan 100 barobar og'irroq. Shu darajada og'irki, uni bir kishi ko'tarib yura olmaydi. Binobarin biz odamlar toki tirik ekanmiz, bir-birimizga yordam berishimiz, bir-birimizning yuragimizga madad bo'lishiga harakat qilishimiz kerak. Siz menga, men unga, u esa boshqa birovga. Shu tariqa davom etishi lozim. Toki o'lim bizni yolg'izlik balosiga giriftor qilib qo'ymasin. Deraza. Nima? Oho. Nuqul murdalarni olib kelishadi. Bu yer nima? Palatam yoki o'likxonam? Yozuvchi deyishatuvdi. Yozuvchi bu yerda nima qiladi, otaxon? Ularning joyi pansionda. Deraza. Bu odamga nimadir yoqmayapti. Yo deraza, yo havo. Muhtaram birodar, ikkalamizga turish u yoqda tursin, hatto qimirlash ham mumkin emas.
Binobarin hamshira kelgunga qadar men bilan hurmatli Bolyuka nafas olib turgan havodan bahramand bo'lishingizga to'g'ri keladi. Soat necha bo'ldi? Soat necha bo'ldi? 10. Nechinchi asrligi sizni qiziqtirmaydimi? Xo'sh. Nechinchi asr? Otaxon, bu odam juda uzoq o'lkalardan kelganga o'xshaydi. Men u yoqlarda bo'lmaganman. Seni yuragingni faqat orqa tomoni jarohatlangan. Buni yuragi esa Bayni Bagrati xarobasini o'ziga o'xshab qolgan. Unday bo'lsa, muhtaram birodar, siz uchun yangi salnoma bo'yicha birinchi asr. Nechinchi yil? Bu odam yo alaqsirayapti, yo bizni laqillatayapti. Yo'q. Unga havo yetmayapti. Shuning uchun xotirasi ham yaxshi ishlamayapti. Men ham shunaqa bo'lganman. Birodar, uyquga ketdi. Nega qarab turibsan? Kiyinaver o'g'lim, kiyinaver. Mana senga yo'llanma. Chaqatovuriga bor. Rengingga tushib kel. Menga nima bo'lgan o'zi yurganman. O'g'lim. Ko'pdan beri isitmay chiqadim. Birochi bo'lib qoldi. Terlaysanmi? Ha. Tug'ingda qonni sezmadingmi? Qon. O'tgan hafta sal bor edi. Mana buncha. Nega shu paytgacha aytmading o'g'lim? Menga nima bo'lgan o'zi yurganman. Rengingga tushib kelganingdan keyin aytaman. Bachana. Yoshsan. Juda yoshsan, bachana. Qanaqa dorilar bor? Penisilin, sulfitin. Topsa bo'ladimi? Bo'ladi o'g'lim, bo'ladi. 10,000 so'mga Tbilisidan topish mumkin. 10,000? Uncha pulni qayerdan olamiz? Yana qanaqa dorilar bor? Yana sariyog', baliq moyi, ikra, tuxum, sut, qatiq, asal va tog' havosi. O'g'lim, sen
aptekaga kirib, gematogin ol. Har kuni 3 mahal choy qo'shuvda iching. Foydasi bor o'g'lim. Mana, ol. Amaki, gematogenni qanaqa kasallar ichadi? Sil kasallar. Pulni buvam beradilar. Katta rahmat sizga. Bacha. Nega menga bir uchrasin. Hozir buvam toblari yo'q. Yura olmaydilar. Shunaqa. Unday bo'lsa buvanga ayt. Shuni aytki. Bacha. Sen hech qo'rqma. Hali kech emas. Sen baquvvat yigitsan. Har qanday dardni yengib ketasan, o'g'lim. Buvamga nima deydi? Buvanga shuni ayt. Hamma narsasini, uyini, hovlisini, bor busatini sotib, senga penitsilin olsin. Orqaga surmasin. Xo'pmi? Nima degan odam bo'ldim? Qanaqa vrachman? Salom. 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 Qaytib keldi. Qaytdim. Haqiqatdan ham qaytib keldim. Necha kundan beri yotibman. Bir kecha bir kunduz. Rahmat. O'zingizni qanday sezyapsiz? Xuddi kosmonavtday. Yuragingiz bezovta qilmayaptimi? Ozgina og'rib turibdi. Lekin ilgarigiday emas. Hozir giparin bilan pentapondan ukol qilib qo'ydim. Uxlab dam oling. Rahmat. Gaplashmang, harakat ham qilmang. Xo'pmi? Agar kerak bo'lib qolsam, albatta chaqiring. Sizlar esa seduksiyon ichib jingina uxlanglar. Xo'p. Uxlanglar. Endi ijozat bersangiz, muhtaram birodar, o'zimni sizga tanishtiray. Artachala cherkovining noziri Yoram Kandilaki bo'laman. Bu kishi Etiktos Avtandil. Yana bir nomi Bulika Gagilashvili. Nega endi? Bulika. Bolaligimda bulka so'zini bulika deb talaffuz qilar ekanman. Shuning uchun nomim bulika bo'lib ketgan. Siz ham shunday deb aytaverishingiz mumkin. Juda soz. Men Bachchan Aramishvili yozuvchiman.
bundan xabarimiz bor. Nimadan infarkt bo'lgansiz? Ha? Xudo haqqi bilmayman. Ehtimol ana undandir. Yozuvchilarni ko'p odam deyshadi. Ha? Yo'q, unchalik emas. Yo'q. Sirayama. Nega endi? Avvalo bunisi boshqa gap. Endi bilasizmi, muhtaram birodar. Kompot ichib turishingizga to'g'ri keladi. Vaqtincha. Vaqtincha emas. Umrbod. Qo'ysang-chi otaxon. Undan ko'ra o'lib olgan ma'qul. U ham sizga o'xshagan yozuvchi edi. Qachon meni shirakayib ko'rsa, "Bolika jon ko'p otma, keyin cho'zilib yotma" degan edi. Hech gaplariga ishonmasdim. Bu ham hamma shoirlarga o'xshab sal jinniroq deb o'ylardim. Yo, mana aytgani bo'ldi. 40 bormay yarimta bo'lib qoldim. Vinoyam bor bo'lsin-da, otaxon. Shu har kuni kechqurun sohib Jamol qizday papiros tushimga kirib chiqadi. Shu infarktdan keyin odam yashagisi ham kelmay qolar ekan, otaxon. Infarktdan kelgan odamni vahima bosadi. Juda qattiq vahima bosadi. Otaxon g'alati odam ekan-ku. Ikki dunyo bir qadammi deyman bunga? Mayli uxlasan. Pantapanni ta'siri xalaqit berma. Salom. Seni sal tanimayroq turibman-da bo'tam. Vachanaman. Lamkat Saramishvilining nevarasi. Voh. Azamat yigit bo'lib ketibsan-ku, ha? Xo'sh. Buvang Lamkatyo qalay? Yuribdilar. Shunday azamat o'g'illaridan judo bo'ldi-ya. Tag'inam odam zotchilar ekanda. Xo'sh, bo'tam. Sen qaysi birini o'g'lisan? Kattasini. Akaki. Ha. Otang pahlavon yigit edi. Bir o'zi qurol-purolsiz ayiq ovga borar edi. Xo'sh, Lamkatyoga nima kerak bo'lib qopti? Har holda shundoq o'zing aylanib kelmagandirsan, ha? Vahunam aka. Meni fermangizga cho'ponlik oling. Yo. Eplay olmaysan. Qiynalib qolasan. Yo, bo'lmaydi. Yoshlik qilasan. Nega endi? Axir otang seni yoshingda ayiq o'lardi dedingiz-ku. Otang pahlavon yigit edi-da. Senchisi. Voy, ahvolingni qara, desa uchib ketasan. Yo. O'tirib so'rayman, vahunam aka. Nima bo'la? Cho'ponlik tushingga kirdimi deyman, ha? Sevib qoldim. Nima dedi? Sil bo'lib qoldi.
Bunaqangi narsa bilan hazlashib bo'ladimi? Yerga nima aytdi? Ko'p yog' yesang, sut ichsang, tog' havosida nafas olsang, tuzalib ketishi mumkin. Qanday ko'rgili? Ya. Tog'da shamollab qolsang, unda men nima qilaman? Buvang, Lamkatsiyoning yuziga men qanday qarayman? Bir narsa bo'lib qolsang nima bo'ladi? Yo'q. Senga tog'u o'rmon emas, parto'shagu parvarish kerak bo'ladi. O'tinib so'rayman, guvoh unam aka. Guvoh unam aka. Yaxshi. Men seni o'zimga cho'pon qilib olaman. Echki suti ekan-ku. Men senga parranda suti bilan boqaman. Ha. Ko'z qorachig'iday asrayman. 2 oyda 3 yashar buqani ag'daradigan bo'lmasang, mana men aytdi deysan. Bo'ldi. Bo'ldi, bas qil. Yig'ini bas qil. Olaman dedim-ku. Bo'ldi. Seni kasaling nima ekan? Hali ko'rmaganday bo'lib ketasan. Bo'ldi, botalog'im, bo'ldi. Bo'ldi. Olaman. Brigadir, buyurgan ishlarni hammasini bajardik. Juda yaxshi. O'ylab qo'ydik. Qishloqni qoplarga joylab oldim. Bachana, sen echkini sog'ib olgin. Bachana. Sen bugun o'zingni echkini emas, Genoyani echkisini sog'. O'zingniki bugun erta bolalayman deb turibdi. Bildingmi? Lekin sutni hammasini ichishga harakat qil. Keyingi vaqtda negadir g'irromlik qila boshlading, ha? Jir bitib qoldi-da, ha? Agar biror xo'plam xurmachada sut qoladigan bo'lsa, o'sha xurmachani boshingga urib sindiraman. Tushundingmi? Bor, chop. Yaxshilab sog'. Baraka topib bergan oxuna. Bolani hayotini saqlab qolding. Tamom o'zgarib ketdi. Bo'lmasam, yuzini qara, naqsh olmaday. Nima? Ransila. Juda soz. Ona! Lobbay. Raisni kutib ol. Yora bitta savat ham bor. Juda ham sodda birga ovqatlanamiz. Raisni kutib ol. Rais kelayotgan ekan. Ha. Sipeto! Ovqating bo'lib qoldimi? Tayyor. Sus. Okay. Okay. Raisga peshvochi hop.
Salom, Salom, Rayos, salom. Ahvollar qalay? Yaxshi. Sepito. Qizing kel. O'qishib tugabdimi? Tugabdi. Yaxshi. Kuyovingni o'rniga tovuq fermasiga ishga qo'y. Mana uni bomlarsan, Rayos. Gazeta olib keladilar. Ha, darvoqa, olib kel. Salom, salom. Ahvollar qalay? O, ish katta-ku. Qani? Mehmonlar. Qani? O'zinglar. O'tir, soldat. Qani? Ovqat yiqil. Qani? Yana nima gaplar bor? Seni nimalar qiziqtiradi? Rais, bizning qishloqda ham mol dunyomiz qiziqtirmaydi. Har holda sen uni ko'paytirib qo'ymaganmisan. Albatta. Frontda nima gaplar? Shunday gapirgan. Frontdami? Germaniyaning ishi pachava. Smolensk yaqinida sharmanda bo'ldi. Yasha. Moskva ostonasi. Dabdalasi. Xo'sh, urush qachon tugaydi? Stalin nima deyapti? Yaqinda tugaydi deyapti. Lekin vaqtini aniq aytayotgan. Aytib qo'ya qolmaydimi undan nima ketdi? Qiziq. Av Germaniya bilan urush toqqa chiqib cho'ponlik qilish emas. Qani yigitlar? Olinglar. Mana uni vino desa bo'ladi. Uzumini ekkan odam baraka topsin. Qo'li dard ko'rmasin. Ana qo'y. Qachona? Qani rais? Mana shu qadahni partiyamizning va ulug' Stalin boshchiligidagi siyosiy byuroning sog'lig'i uchun ko'taramiz. Qizil armiyamiz uchun. Olinglar. Soldatlarimizni boshi omon bo'lsin. Ana endi Rais. Men bo'p qoldim. Endi mana shu bolani sog'lig'i uchun sen. to'g'ri. Sen haqsan. Quloq sol o'g'lim. Atrofingga bir nazar tashlab, yaxshilab o'ylab ko'r. Bu yorug' dunyodagi narsalarning hammasi seniki bo'ladi. Shunday. Hozir xonadonlarimizda yig'i-sig'i, yetim qolgan go'daklar, tul qolgan ayollar nola chekishyapti. Qarovsiz dalalar ingrayapti. Odamxo'rlar tortib olgan barcha narsamizni qaytarib olamiz. Lekin mamlakatni qayta tiklash sen va seni tengdoshlaringga qoladi. Vatanimiz ko'rkini ardoqlaylar. Vatan bu muqaddas ibodatxona. Uning mehrobi qarshisida tiz cho'kib topinmoq kerak. Faqatgina topinish emas. Turli iblislar muqaddas dargohimizni oyoq osti qilmasliklari uchun uni qo'lga qurol olib
himoya qilish kerak. Shunday, albatta. Yana bir gap. Vatanimiz uchun jon fido qilayotganlarning oldingi saflarda bo'linglar. Sağ olasın. Gavvası patatlıya. Agar şu gaplaring kim vicdandan bulsa. Agar gaplarni hammasi rost bo'lsa, men seni rais qilib saylamasam yana qo'llarim uzilib tushsin. Bilmaymiz. Men bu yerga nomzodimni ko'rsatish uchun kelganim yo'q. Xo'sh, Undan tashqari mana bu ikki yigit ham bekorga kelmagan. Nima gap o'zi? Gervasi. Tushundim. Ana u yaramas haddidan oshyapti. Gervasi kim aytyapsan? Manuchar, Hikmat. Nahot shu ablahni tushish shunchalar qiyin bo'lsa, Xudoni o'rtaga solib aytamanki, u yo'q bo'lishi kerak. Agar qo'lingdan kelmasa, qurol beringlar bizga. Mana biz yo'q qilamiz. Hikmatji yaqinda Nabeglava fermasidan ancha pishloqni ko'tarib ketdi. Bu yerga ham kelib qolishi mumkin. Shuning uchun davlatga topshiradigan narsalaring bo'lsa, darhol qishloqqa olib boringlar. Qo'plab tayyor qilib qo'yibmiz. Ehtiyot bo'linglar. Endi bizga ruxsat. Gervasi, Xo'sh, to'pponchayni tashlab ket. o'zim qurolsiz nima qilaman? Sizlarga ikkita avtomatam yetadi. Qurolingni yakshanba kuni olib borib beraman. Yaxshi. Faqat sovg'a qilayotganim yo'q. Qaytarib berish sharti bilan. Do'stim, sen buni avval ovozini eshitasan. Yaxshi. Bo'lmasa bizga ruxsat. Bachana. Xurjinga joylab qo'y. Sepeto! Ona! Nima desam brigadir? Sizlar borib otlarni qaytarib kelinglar. Ertalab Zoti oldida o'tlab yurganini ko'rgan edim. 2 soatda borib kelasizlar. Bolani ham olib olinglar. Muncha shoshilish. Ertaga borsa ham bo'ladi-ku. Nidom gap qaytarasan ha. Biron marta xo'p deb ish qilgin, aytgandan keyin bajar. Bor. Bachana. Bor. Brigadir. Bolaga rahim qilsang bo'lardi. Hech qisi yo'q. O'rganadi. Bor. Qamarlama, Glakxuna Kerkatsi. Qamarlama. Qamarlama! Xilt etding, peshanangdan darcha ochib qo'yaman. Qo'lingni tashla. Tashla! Yo'qot. Xo'sh, Glakxuna Kerkatsi. Tilanchi raising bilan soldatlar nimaga kelishgan ekan? Meni ushlamoqchi bo'lishibdi-da. Men shu yerda edim. Bekin o'tirgan edim. Kulyapsan uni. Yakovatsi. Lekin bilib qo'y. Puling bitgan. Bu haqda urushdan keyin gaplashamiz. Glakxuna. Urushdan keyin Texaturidagi eng baland chinorga men o'zim seni osib o'ldiraman. Murdayni esa nimta qilib tuz chepaman. Ey Temgan, kimga qarshi kurashyapsan o'zi sen? Senga qarshi. Hurmatli Glakxuna. Bolsheviklarga qarshi. Yotar. 22 yildan beri otamning yerini toptaysanlar. Ana endi bizni galimiz keldi. Biz deganing kim? Men va Germaniya.
Germaniya. Qani o'sha Germaniya. Keladi. Hurmatli Gaxuna. Ana o'shanda meni osmoqchi bo'lgan chinoringga birinchi bo'lib seni osaman. Parvardigor olam. Men bugun mana bu iblisni o'ldirish uchun qasam ichgan edim. Aksi bo'lib chiqdi. O'zim o'lib ketadiganga o'xshayman. Ha, Qodir egam. Men seni bandangman. Omonatingni o'zing ol. Agar bor bo'lsang, so'zimni eshitayotgan bo'lsang, tezroq jonimni ola qol, Xudo. Modomiki mana bu itemgan bilan tupog'imiz bir yerdan olingan ekan, bu dunyoda yashab nima qildi? Qani endi meni ham qanotlarim bo'lsa edi. Osmondan hamma narsa kaftdek ko'rinib turadi. Kimsan? Nima, soqovmisan? Shahata o'ralikman. Qayoqqa ketyapsan? Zochiga. Kimnikiga? Qarindoshlarimiznikiga. Sho'larini qarshisida Chibenabon degan ferma bor, a? Ha? O'sha yerdan o'tdingmi? Yo'q. Men o'rmon orqali kelyapman. Yo'l yaqin bo'lsin deb. O'zingiz kimsiz aka? Menmi? O'rmonchiman. Cho'ponlarning oldiga ketayotgan edim. Cho'ponlarda ishim bor. Xurjiningda nima bor? Qani olchi? Ana bu nima? Tirranchay. Yoshingda arag'im kesanmi? Demak, ferma yonidan o'tmading. Ajjilursan. Xudo, menga kuch-qudrat ato qil. Keyin jonimni olsang ham mayli. Тронина молчать ситуации.
Kimsan? Kimsan o'zing? Men Vaxuni Kerkadzeman. Mening qo'limdan olasan. Tentaylik qilma bola. Otmaydi ota. Sen yoshingda odam o'ldirish gunoh-ku. Qotil degan nomni qanday ko'tarib yurasan? Otma. Keyin qanday bosh ko'tarib yurasan? O'zing-chi o'zing. O'zing qanday yashab yuribsan? Meni yashayapti deb o'ylayapsan. Bo'lmasa endi o'ylasam menimcha. Shoshma bola, tentaylik qilma. Otmaydi. Loqal otingni ayt. Nimaga meni qotilim qilmoqchisan ayt. Aytdim-ku senga. Vaxuni Kerkadze. Vaxuni Kerkadze. Kim o? Men bachanaman. Yo'q. Sen bachani emassan. Menman, buva, men. Nima bo'ldi? Men odam o'ldirdim, buva. Nima? Kim o'ldirding? Vaxuni amakini qotilini, buva. Sen Banucharni o'ldirdingmi? Ha, o'shani. Men uchun ikkita ilohiy odam bor edi. Sen va do'stim Gulaxuna. Bittasi Banucharni dastidan halok bo'ldi. Yaxshilab o'ylab ko'r. Bolaginam, yaxshilab o'ylab ko'r. Tag'in birov to'kkan qonni bo'yningga olib yurma. Bolaginam. Axir bu. Og'ir ish bu. Og'ir ish bu. Bu dahshat. Bu dahshat. Bu katta gunoh bolaginam. Buvajon. Bolaginam. Buva. To'g'ri qilibsan o'g'lim. Men ham shunday qilgan bo'lardim. Ya Tangrim. Ya Parvardigor. Nahotki norasida go'dakning qo'li bilan o'sh olsan.
Hozir ishlar qalay? Yaxshi. Sizni tezda reabilitatsiya bo'limiga o'tkazamiz. Menga missiya ma'qulroq. O'zimni juda ham yaxshi his qilyapman. Ha. 3 kundan bir hojatga o'zim borib kelyapman. Agar ruxsat bersangiz, shu kuni uyga ketishim mumkin. Qani ko'raylikchi. Nima qilay? Kravatga bog'lab qo'ya olmasam, Kerak bo'lsa bog'lab qo'yish kerak. Sizga turish mumkin emas-ku, a? Mumkin emas, tushunyapsizmi? Yo'qonavi tuvak malol kelyaptimi? Yo'q, nega unaqa professor? Muhtaram jamoani bezovta qilgim kelmaydi. Hech qisi yo'q, bu yer kasalxona. Keyin bilasizmi, muhtaram professor? Vijdonim qiynalyapti. Nimaga? Shu men tufayli Tbilisining yarim aholisi yalangoyoq yurgan bo'lsa kerak-ku. Nima, siz butun Tbilisi aholisini yalangoyoq yurishini xohlaysizmi? Yo'q. Kechirasiz, tushundim. Boshqa takrorlanmaydi. Demak, kelishdik, a? Ha. Hali ham uxlayaptimi? ha, kecha kunduz uxlayapti. Ro'y kamaygan, xolesterin oz. Bu juda yaxshi. Eksersiz davom etyaptimi? Ha, Qanday chora ko'ryapsiz? baralgin ta'siri zo'r. Og'riq zo'rmi? Ozmor bor. Qay paytlarda? Har yarim soatda, uyg'oq paytida. Anevrizmni chetlab o'tib to'g'ri ishgan ekanmiz. Salom. Muhtaram professor. Salom. Uyg'oqmidingiz? Men umuman uxlamayman. Nega endi? Shundoq. Uxlamay tush ko'rib yotaveraman. Qanaqa tushlar ko'rasiz? Goh yaxshi, goh yomon. Uyqu oldidan yaxshi narsalar haqida xayol sursangiz, tushingiz yaxshi bo'ladi. Siz nima deysiz, professor? Butunlay qutulib ketdim. Buni men sizdan so'rashim kerak. O'zimni yaxshi his qilyapman. Unda juda soz. Juda soz. Katolikos qo'ng'iroq qilib sizni sog'lig'ingizni so'radi. Nima deb qo'yay? Hazrati Yoram, u kishini duoyi fotihalari sharofatidan Qodir egam omonatini qaytarib olmayapti. Padari buzrukvorga shunday deb qo'ying. Demak, siz vrachlarni sizni sog'lig'ingizga sira aloqamiz yo'q ekanda. Siz vrachlarga faqat do'zaxning eshigiga ishonib topshirilgan. Katolikas esa bekish darvozasini qo'riqlaydi. Yo'q, Hazrati Yoram. Bu dunyoga olib boradigan yo'llarning hammasi bitta darvozaga taqaladi. Ana shu darvozada biz vrachlar turamiz. Haligi siz aytgan do'zax, jannat, u dunyoning ikki bo'lagi, kimni qayoqqa yuborish Xudoning ishi. Biz vrachlarga ana shu darvozadan odamlarni bevaqt o'tkazib yubormaslik topshirilgan.
Bachana kakaychi, sizni bir odam so'rayapti. Kim ekan? Yaqin qarindoshiman deydi. Agar siz ruxsat bersangiz, mayli kirsin. Yaxshi. Faqat 5 minutga. Salom hurmatli Bachmanjon. Salom. Siz nima? Meni tanimayapsizmi? Qarang. Hop. Esingizda bir eslab ko'ring. Suxun. Chernyavka. Vinsent ko'prigi 13-maktab. Xolalaringiz Margo, Nino, Tamara. Xolabachalaringizdan Zuleyko, Melli, Dodo, Koko. Ha? Qarindoshlarimni yaxshi bilaman. Siz o'zingizni tanishtiring. O'zimmi? O'zim Nugzar, Daroqvolingiz. O'sha Nina xolam singlimi cho'qintirib unga Luiza deb nom bergan edi. Xursandman. Juda soz. Ana o'sha Luizani akasi Nugzar Daroqvolingiz bo'laman. Xo'sh, xizmat. Salomatligingiz qalay? Tuzsiz, Bachana Kakevich. Ochig'ini aytishim kerak. Xalq juda tashvish chekyapti. Bir navi. Lekin ko'rinishingiz juda yaxshi. 200 qip-qizil naqsh olmadak. Xamonda chiqarib. Darvoqa yaqinda televizor orqali ko'rgan edim. Gapni ham rosa qiyoq yetkazib gapirdingiz-da. Zabt tilingiz borda. Bachana Kakevich. Haligi muxoliflar haqidagi gapingiz ham juda zo'r chiqdi. O'zingiz qalay? Singlingiz Luiza yaxshi yuribdimi? Bachana Kakevich. Aslo so'ramang. Juda yomon. Nima gap o'zi? Bilasizmi? Degan odamlarning oldida qanday bo'lar ekan? Ularni o'rinlaridan turish mumkin emas. Menga esa mutlaqo. Shuning uchun aytadigan gapingiz bo'lsa, shu yerda gapiravering. Arzimagan narsa. Sizni bitta kichkina jimjimador imzoingiz kerak bo'lib qoldi, xolos. O'tinib so'rayman. Iltimos. Boshliqlarga iltimosnoma yoki bo'lmasam raykom sekretari nomiga 2 yillik xat yozib bersangiz, tamom va salom. Meni nima aloqam bor? Nega aloqangiz bo'lmasa ekan? Bachana Kakevich. Juda aloqangiz bor. Axir siz xalqning eng sevimli shoiri, yozuvchisiz, deputatsiz. Markaziy komitet a'zosi. Axir dardimni sizga gapirmay, kimga gapiray? Qayerda ishlaysiz? Abxaziyada. Tomoq tayyorlash bo'yicha. Boshliqlarga nima deb yozishim kerak? Sekretarimiz bilan yoshlikdan birga o'sgan ekansiz. Bachanajon, hattoki bir maktabda o'qigan ekansizlar. Axir buni hamma biladi-ku. Meni oldimga o'zi sizni kim yubordi? Bachana Kakevich. Sekretarimizga faqat yaxshilikni ravo ko'radigan odamgina yubordi sizni oldingizga. Bularning bittasi shaxsan o'zingizga, ikkinchisini istagan odamingizga berishingiz mumkin. Ha degan tuyaga madad degan gap bor-ku. Hattoki menga choq qazigan odam uchun ham ayni paytda xuddi mana shu narsa kerak. Tushuntiribroq gapiring. Nima gap o'zi? Gap shundaki, Bachana Kakevich u menga reviziya yubordi. Ha? Reviziya yubordi. 20 yildan beri shu sohada ishlayman. Lekin biron marotaba biron kishi menga reviziya yuborishga jur'at etolmagan edi. Shunday. Hech kim jur'at etolmagan. Yuborsa nima qildi? Ana xolos. Bachana Kakevich, axir Gruziyada nechta odam papiros, qancha odam sigareta chekayotganini donama-dona sanab chiqishni yaramaslar. Yana nima deydi deng? Bu yilgi 300 tonna tomokiga 100 tonna hashak qo'shgansizlar deb turib olsa bo'ladimi? Yo tavba. Tomoki yerda o'sadi. Shunda bo'lgandan keyin o't hashak aralashishi turgan gap. Bu hashak zahar emas-ku.
Mana masalan, sigir bir o'min ot yeydi, lekin bundan o'lib ketayotgani yo'q-ku. Eng qizig'i shundaki, ana o'sha 100 tonna xashakni tomoqqa hisobda o'tkazib, million pul qilgansizlar deydi. Tavba, odamlarga ko'p alomat odamlar. Xo'sh. Rebisi yana nimalar dedi? Bu yog'ini aslo so'ramang. Hatto uyimga ham borishga yaramaslar. Nega 2 qavatli imorat qurib olgansan o'zingga deydi. Men hamma xonasiga boshlarini suqib chiqishdi. 2 qavat imorat qurgan bo'lsa nima qilibdi? Masalan, har bitta qavati normadagi 2 metr 50 santimetr emas, balki 2 metr 48 santimetr xolos. Xo'sh. 2 santimetrning nima ahamiyati bor? Nega ahamiyati bo'lmasa ekan? Bachana Akakovich, juda ahamiyati bor-da. Mana oddiy o'qning bor yo'q kattaligi 2 santimetr. Ammo lekin to'ng'izni gub ag'daradi. Yaqinda bir odamni ag'dargan ismi familiyasini aytib o'tirmayman. O'sha odamni ag'dargan o'qning ham bor yo'q kattaligi 2 santimetr edi. Undan keyin tepa 8 xonasini ham sanab chiqishdi. Tavba. Zalni ham xona qatoriga qo'shgan gruzinman. Tupurdim men mana gruzinlarga. Men chaqaloq boladik begunohman. Sekretar o'rtog'ingizga ayting. Meni tinch qo'yishsin. Sizni gapingizni ikki qilishmaydi. Agar meni sha'nimga nojo'ya gaplar bo'ladigan bo'lsa, sizga ham dog' tegadi qo'hir. Nega endi? Meni sha'nimga dog' tushadi. Nega dog' tushmas ekan? Axir mana masalan sizning haqqingizda ba'zi bir nojo'ya yo'q. Masalan, meni eng yaqin qarindoshlarim haqida agar bironta bir nojo'ya gaplar bo'lsa, menga ta'sir qiladimi yo'q? Albatta tegadi. Bachana Akakovich. Oldin tuzalib chiqay. Keyin gaplashamiz. Bachana Akakovich, nimalar deyapsiz? Axir men demoqchimanki, siz hali beri bu yerdan tuzalib chiqmaysiz. Axir mening taqdirim indinga raykom byurosida hal bo'ladi-ku. Balki o'sha yerni o'zidan to'ppa-to'g'ri olib ketishlari ham mumkin. 250 xat yozib bering. 250 ga. Bu yerda qancha? Ro'parasa 10 mingdan. Masa omonat daftarchasiga yozilgan. Belgidir. Hurmatli Nuguzar. Labay. Mana bu kravatim tagida tuvak turibdi. Agar malol kelmasa shuni olib bersangiz. Zahar tayin qilib qoldi. Iltimos. Qo'rqmang, toza. Iltimos. Sal nariroq suriling. Hamshira! Lenya! Hamshira! Lenya! Nega meni o'limga mahkum etding? Ey oftob, kimsan o'zi? Men sening hukmdoring va qodir egangman. Yo'q,
sen sarofsan. Shubha qilma. Shubha qilyapman. Chunki men dahriyman. Ko'nglingdagi eng ezgu tilaging nima? Nechun inson bo'lib tug'ildim? Nechun yomg'ir bo'la qolmadim? Salom azizlar. Qadamlariga qasanat. Qalaysiz, hurmatli bachani? Momohovadan avval jannatga tushgan novqiron odamato deyman. Bu dunyoda yolg'iz o'zingiz zerikmayapsizmi? Aksincha, butun boshlar jannat yolg'iz o'zimnikiday. Qoyilman sizga, hurmatli bachana, qoyilman. Bunaqa nokautni umrim bilo bo'lib ko'rmaganman. 300 gacha sanasam ko'zini ochmasa-ya. Bir bandani bekafan, bejanaza Dorul Baqoga jo'natishingizga sal qoldi-yu, yana kimdir so'raysiz. Ha, aytgandek. Nima bo'ldi o'zi? Bunday bo'ldi, hurmatli bachana. Tuvayni urib boshini yorganingizdan keyin Jeni keldi. Konfradan ukol qildi.
Yorilgan joyiga yot qo'ydi. Keyin sapchib o'rnidan turdi-da, baqira boshladi. So'kib. Nima dedi? Nima dedi? Pulni kam deb o'ylaganmisiz? Shunaqa ekan qaytarib bermaydimi dedi. Keyin qanaqadir Patsalashvili degan odamning nomini tilga oldi. Siz uni arzimagan pulga restoranga direktor qilib qo'ygan ekansiz. Nima? Hada. Siz uni restoranga direktor qilib qo'yibsiz. Evaziga u sizga 1,5 million beribdi. Yo, o'lagan shunaqa deb baqirdi. Men boshqa narsaga kulyapman. Haqiqatan ham bir xodimimizni qarindoshiga o'sha Patsalashviliga shu masalada yordam berdim. Demak, hurmatli bachani ikki o'rtada kimdir pora olibdi-da. Aman shunaqaga o'xshaydi. Meni ham bir shunaqa tanishim bor edi. Jiyanimni savdo texnikasiga olib kirib qo'ygan. Evaziga 3000 so'm so'ragan. 1,5 ming direktorga, 1000 so'm palonchiga, 300 so'm yana anakimga. 200 so'm xizmat haqqim deydi. Berishga majbur bo'ldim. Jiyanimning ahvoli o'zimga ma'lum. Kallasida hech vaqoyi ham yo'q. Yaqinda 55 dan 5 yoqtirsa qancha qoladi desam, 5 qoladi deydi oshqovoq. To'g'ri-da. To'g'ri bo'laverdi. Uni to'g'risi menga 3000 so'mga tushib turibdi. Pulni oldi, g'oyib bo'ldi, yaramas. Aldab ketdimi? Ya, aldab ketgani yo'q, kiritib qo'ydi. Lekin dekabr oyida o'sha texnikumning direktori kelib qoldi. Гражданин Gogilashvili, гражданин Gvaladzega 3000 so'm berganmisiz dedi. Berganman dedim. Voy nokassi! deb stolni ushlab qolsa bo'ladimi? Sen aytdimi nokas deb? Nima endi meni bo'larkan otaxon. O'sha Gvaladzeni-da. Nahotki tushunmayotgan bo'lsangiz, otaxon, Gvaladze pulni direktorga bermagan. Shuning uchun direktor meni yoqamdan ushlab qoldi. O, sen meni kim deb o'ylayapsan deydi. Bu savdo texnikumi senga ana Vakidagi Navoiyxona yonidagi bor, studentlar har doim nashimda qarab o'tiradigan. Topografiya. Ha, savdo texnikumi, senga topografiya texnikumi emas deydi. Hozir dekabr oyi, yanvar oyining ichida 3000 so'm olib kelmasang, shu oshqovoq jiyanining kovushini to'g'rilab qo'yaman deydi. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Nima bo'lardi? Bor, xotinning suyatiga maslahat solsam, shuni ustiga yana 3000 so'm bering. Jiyaningiz Zora savdo ministri bo'lib ketsa ajab emas deb yanamga battar tuz sepdi. Demak, direktor ham yo'lg'och ekanda. Shunaqa ekan azizim. O, Qodir egam. Kim? Xudo. Xudo? Ha, vaqt bu Xudo. Siz kommunistlar Xudoga ishonmaysizlar. Shu bois vaqtni ham qadriga yetmaysizlar. Uni behuda so'rasizlar. Vaqtga sajda qilinglar. Uni e'zozlanglar. Maqdamiki yangi din, yangi e'tiqod yaratmoqchi ekansizlar, ishni vaqtdan boshlanglar. Aks holda hech narsaga erisha olmaysizlar. Zero yana qaytaraman, vaqt bu Xudo demakdir. Otaxon, bu Xudo bu so'z deganingiz-ku? Ha, so'z, ish, vaqt bu ajralmas yaxlit uchlikdir. Gapingiz to'g'ri, otaxon. Biz vaqtni ham, ishni ham, so'zni ham qadrlaymiz. Yo'q, sizlarda chala qolgan ishlar, ishni orqaga surgashga ishqibozlar shu qadar ko'pki, bunaqangisi hech bir zamonda bo'lgan emas. Yo'q, otaxon. Unaqa emas. Ishni orqaga surgashni sizlarga chiqargan.
Alloh taolo odamzodga jannatni qachon va'da qiladi? O'lgandan keyin. Gapim to'g'rimi? Bu dunyodagi jannatga bandasi bu dunyodagi pokiza turmushi, iymon, e'tiqodi bilan musharraf bo'lmog'i lozim. Inson o'z mehnati, peshona teri bilan erishgan narsalarni sizlar Xudoning marhamati deysizlar. Yo'q, adolatdan emas bu otaxon. Sizlarning diningiz odamlardan juda katta qurbon talab qiladi. Gunohga botyapsiz, hurmatli bachana, gunohga botyapsiz. Dinimizning asosiy qonuni olish emas, berish, hukmronlik qilish emas, xizmat qilish. Chiroyli so'zlar bular otaxon. Faqat chiroyli so'zlar. Bir eslab ko'ring. Johillik, mutasiflik, aqidaparastlik, xo'sh, salib yurishlari, o'tda yoqishlar, bularning hammasi Xudo nomidan, Xudo yo'lida qilingan. Endi men dinimiz batamom kamolatga yetgan deb da'vo qilayotganim yo'q. Barakalloh otaxon, barakalloh. Hurmatli Yaramata. Diningiz yaralganiga qancha bo'ldi? 2000 yil. Ana xolos. Biznikiga hali 100 yil ham bo'lgani yo'q. 100 yil. Ammo tarafdorlarimiz shunaqangi ko'pki, sizlar buni tushinglarda ham ko'rmagansizlar. Qoyili. 2000 yoshli o'lib qo'yib bizday 100 yashar o'spirinlar bilan tortishib o'tiribsiz-a. Uyat emasmi otaxon? Sabr qilinglar. Biz ham 2000 yoshga kiraylik, ana o'shanda arshi aloyingizdan turib bizga bir nazar tashlaysizlar. Qay birimiz yuksakroqqa ko'tarilamiz, shunda ma'lum bo'ladi. Hech narsaga ishonmaydigan odam bilan bahslashishdan foyda yo'q. Xo'sh. Otaxon, diningiz xalqqa nima beradi? Ma'naviy oziqa. Siznikicha? Bizniki ham ma'naviy oziqa, ham moddiy oziqa beradi. Eng avvalo moddiy oziqa beradi. Chunki arshi a'loga yo'lagan odamga non tuz kerak, kartoshka piyoz kerak, go'sht yog' kerak. Qani o'sha go'sht? Endi bu bahs emas otaxon. Bahs emas. Bugun bo'lmasa ertaga bo'ladi. Bizni dinimiz, hurmatli bachana, men sizga aytsam, xalqqa go'sht yeyishni ham, go'sht yetishtirishni ham man etmaydi. Gapirishga sal noqulayroq u. Ilgari go'sht ko'p bo'lardi. Ilgari yer yuzida 1,5 milliard odam yashardi. Hozir 4,5 milliard. Xo'sh, kayfiyatlar qalay? A'lo darajada a'lo. Xushxabar olib keldingmi deyman, Jenya. Ko'zlaring yonib turibdi-ya. Yangilik bor. Qani? Avval-ku yangilik keyin bo'ladi. Tepamda charxurma, ey qora qarg'a. Men seniki emasman.
Azizim Jenya, shprisni oxirigacha botirish shartmi? Kechirasiz, qattiq bosib yubordim. Qanaqasan o'zi? Nega Nuqulmenga kelganda adashasan? Palatada osiy shakkoklar qurib qolganmi? Sabr tubi olsin, otaxon. Qani sinamlarning? To'da. Oldin ninglarni ko'rsat. Mana. Yaxshilar. Agar shuni nina deyishsa, bigisi nima deyish kerak, ha? Jonimga tegib ketdi. Shu qilganingga tushuk etsa o'layaga. Tag'im yo'talib o'tirma. Yo'q. Bo'ldimi? Bo'ldi. Voy. Ayb o'zimda. Men seni ishga kirmaymanmi? Qayerim kam boshqalardan, ha? Yangilikchi. Hozir. Mana, marhamat. Hozir otaxon. Hozir. Mana meniki ham +3. O'qing. Iya. Bizni Dinamo Araratga yutqazibdi. Yutqazishini biluvdim. Hisob qanaqa? 2-1. Chak jonga tegdi shu Araratdan. Yil bo'yi faqat bizni yutish uchun tayyorgarlik ko'radim deyman. Boshqalarga yutqizsa parvo ham qilmaydi. Endi biznikilar ham Ararat bilan tizzalari qaltirab o'ynashadi-da. Otaxon, o'zingizam ish qilib olsansiz. Nima qilsa ham odamlarmiz, Allohning ojizi bandasi. Boshqa sahifalarni ham o'qiysiz otaxon. Futbol ham yangilik bo'ldi-yu. Iya. Ishonmayman. Nimaga ishonmaysiz? Ishonmayman. Bo'lishi mumkin emas. Nima bo'lishi mumkin emas, gapirsanglar-chi? Neberizini ishdan olishibdi. Neberizi? Qaysi? Haligimi? Ha, o'sha. Voy. Ko'pchilikni paytavasiga quritishadigan bo'pti otaxon. Ana xolos. Kechagina qanday odam edi-ya. Ishi prokuraturaga oshirilibdi. Nima endi? Poraxo'rlik. Oshna og'aynigarchilikka qarshi chora ko'rmaganligi. Mehnatkashlarning shikoyatlariga loqayd qaragani uchun. Qoyilman, Nibirizi qoyilman. Demak, yaxshi ishlagan ekan. Boshqalarning ko'zi qayoqda edi? Shu xalta yozishmabdimi? Seni o'zing ko'zing qayoqda edi? Mendan so'rayapsizmi? Men sendan so'rayapman. Mana sen ishchilar sinfining vakilisan. Bir odam shuncha nojo'ya ishlar qilgan ekan, sen qayoqqa qarading? Nega qo'lingni qovushtirib o'tirding? Voy otaxon, siyosiy savodingiz yo'qsiz, otaxon. Siyosiy savodingiz yo'q. Birinchidan men ishchilar sinfidan emasman. Men mayda hunarmandman. Ikkinchidan Nibirizini qabulxonasiga qatnayverib to'zib ketgan poyabzalingizni tuzatish bilan ovora edim. Sizlarning ko'zlaringiz qayerda edi, hurmatli bachana? Ha? Sizlar deganing kim? Kim bo'lardi? Yozuvchilardi. Bizmi? Ha. Biz qayerda edilar desam? Ha? Biz o'sha
seni yoningda o'tirib to'zib ketgan poyabzalni tuzatyapti. Mana bu boshqa gap. Xo'sh, endi nima qilishadi? Ha? Jazolashsa kerak. Jazolashsa. Demak, u hech narsani bilmas ekan, hech narsani tushunmas ekan, lekin shunga qaramasdan rahbarlik qilaverar ekan, shundaymi? Shunaqaga o'xshaydi. Yo, o'xshaydimi shundaymi? Shunday. Unday bo'lsa mendan eshiting. Bunaqa odamni, hurmatli bachani, jazolashmas, mukofotlash kerak. Minnatdorchilik bildirish kerak. Yaxshi pensiya tayinlash kerak. Ana o'shandan keyin 200 dan yaxshilab o'pib, qo'lini mahkam siqib xayrlash kerak. Qaysi xizmatlar evaziga? Qaysi xizmatlar evaziga deysizmi? Hozir hammasini tushuntirganim. Mana siz yozuvchisiz. Xo'sh. Redaktorsiz. Xo'sh. Faraz qilaylik, siz tuzukroq mag'rib bilan mashrubni tuzuk qurib bilmaysiz. Xo'sh. Shunday odamni kunlardan bir kun yuqoriga chaqirishib. Hurmatli Bachana Rameshvili, siz mana shu paraxodni kapitani qilib tayinlandingiz deyshadi. Xo'sh. Siz aslida na paraxodni ko'rgansiz, na dengizni ko'rgansiz. Xullas, siz kapitan qilib tayinlashadi sizni. Demak, shunday ekan, ichidagi yo'lovchilari bilan, ekipaj a'zolari bilan, yuk puklari bilan mana shu paraxodni Odessadan Arxangelskka olib borishingiz kerak. Xo'sh. Xullas yo'lga tushasiz. Bir kun suzasiz, 2 kun suzasiz. Paraxod chayqaladi. To'lqin odamlarni u bortdan bu bortga olib borib uradi, qismagan odam yo'q. Xullas katon sharti ketib parti qolgan paraxodni bir amallab Arxangelskka olib borasiz. Dengiz sirlaridan bexabar sizday odamni paraxodni cho'ktirmay olib borishi maqtovga sazovormi? Arziydimi yo'qmi maqtovga? Arziydi. Gaping to'g'ri bo'lgan. O'sha johil odaming kapitan qilib tayinlashayotganlarda yo'q deyish kerak edi. Birodarlar, meni bu ishga aqlim yetmaydi. Boshqa odam topinglar deb to'g'risini aytish kerak edi. Ehtimol aytgandir, lekin ko'rishmagandir. Sen rozi bo'laver. O'zimiz senga yordam beramiz. O'zimiz qo'llab-quvvatlaymiz degandir. Shunday keyin rozi bo'lgandir u. Keyin kapitanlik ham unaqa lavozim emaski, darrov keta qolsang. Undan oldingi kapitan ham hamin qadar odam bo'lgan. Xo'sh, sizlarda bunaqa odamlar yo'qmi? Afsuski bor. Bor bo'lganda ham tez-tez uchrab turadi. Mana xolos. Mana xolos. Bu yoq qanday bo'ldi endi? Qanday bo'lardi? Har kim o'z ishini qilish kerak. Illo ulug' Rustaveli bejiz aytmagan. Biz qismatni in'omiga sevinaylik avvaldan. Jang sipohga, qo'sh dehqonga qismat ekan azaldan. Aslida muhtaram Eramata, shu soqol mo'ylovingizni qirdirib tashab bizni e'tiqodimizga o'tsangiz bo'lar ekan. Sizdan yaxshi kommunist chiqadi. Qanaqa e'tiqod? Kommunizmmi? Nima? Bu dunyoni rohati deb Allohdan yuz o'girishim kerakmi? Bundan chiqdi otaxon, siz hatto kommunizm haqida tasavvurga ham ega emas ekansiz. Kommunizm otaxon farovonlikni cho'qqisi. Unda har kim qurbiga yarasha mehnat qiladi. O'zini jismoniy, aqliy imkoniyatlariga mos kela oladigan ish bilan shug'ullanadi. Bu unga olam ma'naviy ham ruhiy qoniqish baxsh etadi. Biz kommunistlar sizlarning Injilingizni o'qiganmiz. Sizlar ham bizning Injilimizni loaqal biror marotaba bo'lsa ham o'qib chiqinglar. Ont ichaman, bundan aslo zarar ko'rmaysizlar. Endi moddiy ne'matlar, hali o'zi aytgandek qorin masalasiga kelsak, nima ham derdim? Siz haqsiz.
Chunki inson eng avvalo moddiy jihatdan ta'minlangan bo'lishi kerak. Shunda uni o'y-xayoli, fikri, xatti-harakati, talanti faqat bir burda non topishga emas, balki undan ham yuksakroq, oliyjanobroq narsalarga qaratiladi. Biz yer yuzida razolat, hasad, xunrezlikni emas, balki ozod mehnat, tinchlikni barpo qilamiz. Buning uchun otaxon odamni qorni to'q bo'lishi kerak. Bizni ta'limotimiz, bizni dinimiz mana shu. Bizni Xudoyimiz mana shunday aniq, tayinli, sizlarnikiga o'xshab osmonda uchib yurmaydi. Mayli. Nima ham derdim. Iloyim niyatingizga yeting, hurmatli bachana. Yaxshi qildinglar. Xotinjon, keldingmi? Sizmisiz? Mana aytgan kitoblaringiz. Rahmat, Sveta. Rahmat. Otaxon, ahvolingiz qalay? Yaratganga shukr, tuzukman. Mana siz yaxshi ko'rgan somsa ataylab pishirdim. Oppoq qizim, bekorga ovora bo'lsan. Ovorasi bor ekanmi, otaxon? Rahmat qizim, rahmat. Ahvoling qalay? Otdayman. Hoş hurmatli bachana. Xotinim qalay? Ajoyib. Arman qizlarning orasida bunaqa go'zalni ko'rmagan bo'lsangiz kerak-a? Ko'rmagan. O'zi ham onasidan bitta tug'ilganda. To'ppa-to'g'ri. Endi o'zing ham chakana emassan-da. Otaxon. Hali o'ylashimni ko'rmabsiz, hurliq qani o'zi. Boshaqliging qursin-ey, tavba. Bolla qani? Ha? Bolla qani? Nima odalarni ko'rgani kelishmaydi? Qatti bo'lardi, axir bugun shanba-ku. Nistan ingliz tilida Tarel fortepiyaniga ketgan. Shu men sizga aytsam, hurmatli bachana. Qizim tashqi ishlar ministri bo'ladigan. Armanchani biladimi? Biladi. Gruzincha gaplashadimi? Gaplashadi. Ingliz tilini o'rganyaptimi? O'rganyapti. Fransuz tilini o'rgatishyaptimi? O'rgatishyapti. Anaqa qorovulimiz Fuzuliyning qizi kurd tilini o'rgatyapti. Xo'sh, menga aytingchi, hurmatli bachana, qaysi bir ministrimiz beksa tilini biladi? Javob bering, otaxon. Yaxshi qizing bor ekan. Iloyim ko'z tegmasin. O'g'lim aytmaysizmi, o'g'lim? O'g'lim Paganini. Paganini skripkachi bo'lgan. Bizning o'g'limiz fortepiyani chaladi. O'rgatma. O'rgatma menga. Kim nima chalishini juda ham yaxshi bilaman. Paganini men uchun eng oliy inson. Tushundingmi? Shunday bo'lsin. Bolani pianinodan olib skriptga o'tkazaman. Qaysi biriga pul to'lashni maqsading bor? Sen nima deysan? Ixtiyoring o'zingda. Faqat asabiylashma. Xudo xayrini bersin. Doktorning aytishicha, u bir hafta ichida seni oyoqqa turg'izarmish. Keyingi haftaga uyga ruxsat beramiz. Faqat bizga quloq solsa bas edi. Nima? Men quloq solmayotganmismanmi? Quloq solmayotganmismanmi? Dorilarni ichayapmanmi? Ichayapman. Ukollarni olyapmanmi? Olyapman. Mana, ko'r, mana. Voy bekitdi. Kechirasizlar, uyda ham mana shu ahvol. Siz xijolat bo'lmang. Hammamizga ham ahvoli shu. Bilasanmi? Hali turib yurganimni professor bilmaydi. Qani yot. Mana. Haftandir bu nima qilganing yot. Deymi? Haftandir. Sveta. Iltimos qilaman yot. Qani buyoqqa. Qo'y. Qo'y. Nimalar qilyapsan sen? Tak, qo'y. Mana. Qutuldim. Kiyimlarimni olib kelaver. Ertaga ketaman uyga. Haftandir. Uyga ketaman. Nima qo'yding sen? Tak. Tamam. Infarktdan qutuldim. Yashasın hayot.